Surxondaryo viloyati Jayqo'rg'on tumani O'rikli mahalla fuqarolar yig'inida Turonbank ATB Surxondaryo bank xizmatlari markazi hamkorligida jami 16 gektar yer maydoniga makkajo'xori, ya'ni shirin makka ekish loyihasi amalga oshirilgan. Loyihada jami 40 nafar dehqon va fermer xo'jaliklari bo'lib, kooperativ usulda tashkil etilgan loyihada Umid Nurazim ishlab chiqarish kooperativi tashkil etilgan. Ushbu loyihaning umumiy qiymati 85 million so'mni tashkil qiladi. Ushbu loyihadan yalpi hosil 800 ming dona makkajo'xori sotasi hosili olish rejalashtirilgan. Makkajo'xori hosili may oyi oxirigacha to'liq yig'ishtirilib olinadi. Hozirda tayyor bo'lgan hosilni bozorga sotish jarayonlari boshlangan. Mazkur yer maydoniga ikkinchi ekin uchun yer yong'oq ekish rejalashtirilgan. O'rtacha har bir dehqon fermer xo'jaliklari makkajo'xori hosilidan olinadigan sof foydasi 40-50 million so'mni tashkil etmoqda.